Abdurishqa. Ha? Men sizga ham bir tepishnoq aytib beray. Ha, bo'ladi. Mang'almaydi tantirab, uy topolmay tantilab. Bola chaqa asli yo'q, xotin yurar ansirab. Bu nima? Aroqkash. Deb qoldingiz Abdurishqa. Cho'nglar bizga har vaqt aroq bilan do'stlashishning, aqli bilan xo'shlashishning deb ta'lim berdi, shundaymi? To'g'ri. Siz bunday to'g'ri aytdingiz. Bo'libmi biz erlar bu donalarning so'zini hargiz esimizdan chiqarmasligimiz kerak. To'g'ri bo'ldi. Endi biz Qamashmin do'stlar bilan birlikda omon qolgan butulkining zarini bir anglab baqmadi. Hocam, oyay, şüküre, cemaat şüküre, kıl kaldım ölgüle. Hakikaten hammalar kelganlar benim halimni ko'rgile. Benim ismim Ali Harak, dadamның ismi Qo'noq Boyvachchi, anamның ismi Ekitqo Xonim. Asli yurtim Bustuq Qozon shahri, tug'ilibla eshik qamaldiq Ashurku bari. Mening bahayim tungdun kemlab parç tutilsam 3 oy. Şeşiga elib pechatlensam 15 oy. Korobkaga elib qachilansam 30 oy. Men yo'q qizimas har qanday ziyofat to'y. Men shunday pokizam tuzuk. Lekin zakski bo'lmasa meni ichmagan tuzuk. Qadar? Qadar? Men o'zi gayi itin restoranlarda qimmat baholi qadahlarga quyilib, gayi piyoli ko'rishkilarga, hatto valisning qo'ng'irqiga va ba'zanda tavul shapaqlarga quyilsammi halim yo'q. Meni dardivolarni ichida yig'lab turib, xushal olganlarni ichida kulib turib, bechora itganlar g'adib ichida pul to'laganlar do'ng'oyoq. Men isil kiyimlarni birdamda kal qilaman. Lekin hal bo'lmagan ishni hal qilaman. Meni bir rumga issingiz gelingizda g'iqildataman. 2 rumkada kuldirib tiqildataman. 3 rumkada usul qilib qo'lingizda gildinglataman. 4 rumkada naqsh qilib g'ingildataman. 5 rumkada go'di-go'dong mungdashchi, 6 rumkada sahi bayvatchi, 7 rumkada mushlashtirman, 8 rumkada tamg'u ustiraman. 9 rumkada qarang'i uyga, 10 rumkada u dunyoga ko'rgi ziyoratga apirman. Qanday? Mayda karamatim bor mening. So'rniga kiradi, kamso'z, sipoyi kirsangiz, chiqadi yo'llatdak bökürtib yoki yig'lab bökürtib chiqarman. Agar men bilan do'st bo'lsangiz, pulingizdan barda poldiron, yo'qida qalab o'tirib deydigan nurg'ulgan do'stga erishtirman. Meni ko'p istasangiz, yilda bir qitim doktorxonada o'zingizga cho'ng remonat qildirsangiz, buni aldab yana qansiysiz. Qalbingiz o'rlab turdi, yuragingiz bag'ansini taklab turdi. Meni ichganda ba'zi oq ko'ringanning alisa, saq ko'ringanning nalisa, bitmagan ishning chalisa, chiqqayganning chavsi achkandi. Kazzablar, po'chilar, ittifoqsizlar, yana da namratning ko'pinchisiga mana men sababchi. Şuna nurgulluğun naşayan işlerinin lilla guvatçı. Qanday? Men nochib ekanman. Qanday? Maydaman. O'sha sheriklikka qarshi turib, yeb ichishni, umumning pulini buzib ketishni to'sgandan keyin men hali omon qoldim. Mana men bor ekanman, men hali qutulib qoldim. Lekin bir qism o'rinlar o'zini daptak, yuragini qoptak qilib, yana umumning puliga yeb ichib, buzib ketib, ziyofat qilib, meni yana ash so'ringa boshlab kelyotdi. Anda bo'lsa men sizlarga hozir o'zimning o'limdan qutulib, ya qichqirishimning sababini deb beray. Faqat 3 soatli ilgari 19 qarindishim bilan yish turmusini azab qilinib, ziyofat shirasi ustiga qo'yildim. Dastlabda menga ko'ringan shira ustidagi pelek boshqa qo'y toqa. Her xil qo'rimilar, o'l quruq kelib tatlı qo'rimilar. Ularning orasida mening bir navri singlim achchisi gulidan uning sevgini lazjanmi tizibgan. Yana shira ustiga yig'nichalik nasib etmaydi. Birdilla Toyibxonning ovozi "Varang-surmi" demitdi. Qani, do'stligimiz chapchalab qolgan bo'lsa-mi? Beqtilar mehmonlar deb bir komanda uribdi. Haliqi so'rindiki gap ichish musobaqasining mohirlari bat-bat bilan hujumga o'tdi.
Arqıdınlar ularning arasından birisi rumkini qo'lga olib so'z boshladi. Bak kayif etdi. Sizlarga rahmat. Qani, hammanglar xo'ja deb rumkini og'ziga ajab bo'lib, aroqni sinchilab qarab ishmay yagi to'kyapti. Voy, tafa. Hasanning qilni ilg'abdi degandek, mendek so'qsiz karakter kichikkinam dag'dak tikib turib ishmay yagi to'kyapti. Çünkü ba'zanlar jinjoliqni tekshiramiz deb men o't yoqib qo'ydi. O'zi qanchalik jin pokizlik hamda xuddi. Voy, jon, voy, hamda xuddi qanday qilay. Voy, jon. Arqadulla, Tayyipxonning o'rlashtirishi endi boshlandi. Hey, chavar, xo'sh, mana men sen helaqa diyanchichi muallim bilan bozor maktabining xonimini chaqirib kir, tansi boshlaymiz. Şu xonimni qichog'i tutsam, a'lir qo'ymada ishdan tishlab deydi. Hey, bu degan xizmat meni bo'yladi deb, obdan ma'qul. Mana shundan tansi rasa qizudi, to'satdan tok o'chdi. Arada g'araz uqmaydiganlardan birisi, helaqa tanslarning arzusi xilaf holda Shamdan birini yiqib mana mening beshimni to'qib qo'ydi. Shundan keyin men Shamdan bo'ldim. Mening beshimni Sham bo'g'achga unutilib qilib men amal qildim. Shu bu yoqqa kelib oldim. Endi bunun için navadi kerak menda işte bo'lmaydi deydi. Yep ish bo'lmay qolib qolsa, men mangu amal qilgan bo'lardim. Yana bo'p qilib, shirklik ketganlarning birisi meni qo'g'lab izlab gap qolsa, aqasimni o'tinib qolay. Meni ko'midi deb qo'yishadi. Men ketib olay. Xo'sh, qo'ygan.